Uzdil CSS darsiga 48 qism CSS loyihasida cheklanadigan mashg'ulot. Internet Explorer Behaviors. Ya'ni Internet Explorer 5 da behaviorsni qo'shgan bo'lib, u CSS orqali HTML elementiga harakat qo'shish usulidan iborat. Lekin faqat bu xil harakat qo'shish usulini Internet Explorerlar qo'llaydigan bo'lg'achqa, bu boshqa tor ko'rguvchilar qo'llamaydi. Shunga uni ishlatishdan saqlanishimiz kerak, chunki bizning abonentlarimiz ko'plagan tor ko'rguvchilarni ishlatishi mumkin. Biz shunga bu behaviorsning o'rniga JavaScript yoki HTML DOM ishlatsak, har qanday tor ko'rguvchida qo'llash unimiga erisha olamiz. Masalan, behaviorsdan bir misol qaraydigan bo'lsak, mana misolda oddiy bo'lgan masalan mouse ustiga vaqtiki, mana behave htc mavjudini buningga nim qildik. Buniki mazmuni asosliq, masalan, shu mouseniki ustiga vaqtda ko'k rang bilan qizil rang o'tirsida 60 elib bordi degan mushg'ulotdagi kod bo'ladi bu. Biz buningki unumini ko'rsak, mana i tor ko'rguvchida, i8 tor ko'rguvchida mana bu normal ko'rindi. Lekin biz mana Chrome'ni tor ko'rguvchida ekansak, o'xshash kod, lekin buni ijro qilgan vaqtimizda buni ma'noda bu hech qanday unum ko'rinmadi. Shunga bu holatdagi kodlarni ishlatishni saqlashimiz kerak.